Davay, yur, menga ko'p gap kerak emas. Davay, gapni qisqartirib tezroq yur. Yo'q, unaqa ko'zingni mo'ltillatib, bunaqa menga yig'lab o'tirmagin. Men ko'nglim qattiq. Baribir unga achinmayman. Davay, yur. Yur, mayli, qaraverma, tezroq yur dedim senga. Davay. Qara, sen shu yerda o'tirib turgan, hozir men dizerni borib chaqirib kelaman, bo'ladimi? Qimirlamasa o'tir shu yerda. Tak, dizer. Dizer, turing, shunaqa paytda uxlaydimi odam? Bu sog'idan uxlamaydi bunaqa. Tur, davay, ey. Nima gap, Klaus? Uf, endi uyqum. Ya, xullas. Keyin uyqingiz keyin ochasiz. Qarang. Vashshiy qaltis vaziyatdamiz hozirgi momentda. Ya o'lim, yo najot yoki bilim yoki kitob. Xullas, qarang. Bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Tanlang, qaysi birini ayting? Yaxshisi qanaqa? Xullas, yaxshisini aytadigan bo'lsam, yaxshisi bizda 24 soat vaqt bor. Da. Yomoni qanaqa unda? Yomoni buni men 20 soat oldin eshitgandim, keyin uxlab qolibman. To'xtang, nimaga o'zi 24 soat vaqt bor va nimani 20 soat oldin eshitsizmi? 20 soat keyingi, qarachi, nimani? Xullas, qishlog'imizdagi bitta olim bor edi-yu, bilasizmi? O'sha qanaqadir dori ishlab chiqaraman, parasetamolga qarshi chiqaman, parasetamolni yo'q qilaman, men konflikt kerak emas deb o'tirib, qanaqadir virus o'ylab topibdi. Keyin xullas o'sha bilan o'xshamay qolib, keyin qutirib ketib, sosar to'kilib ketib, shunaqa narsa bo'layotgan ekan. Buni bizga nima yomon tarafi bor yoki bu qishloq bizniki-ku. Qishloqda hamma shunaqa virus olib ketsa, bu o'ylab ko'ring, virus. Bu yerda dizer bor ekan, bunga tegmaymiz deb aytmaydi, to'g'rimi? Ha, tushundim. Stop. Shunda u hozir virus chiqarib yubordi, adashib, dori chiqaraman deb, bu virus qarshi tarqayapti. Da, tarqayapti. O'zi 24 soat vaqt bor edi, men uxlab qolibman edi, 4 soat vaqt qoldi bashti. Shuni ertaroq aytsangiz bo'lmaydimi? Qayerda o'jitlar? Uxlab qoldim-da, endi uxlab qoldim-da. Men nima qilay? Qayerda charchaydi odam. Qayerda shu jitel, qayerda? Shitelmi? Aha. Shitel mana. Olib kelganman, sudra olib keldim mana. Kelmayman deb o'zi noz qildi, mana olib keldim. Sen jitel, tomin joyidami? Sen nimalar qilib qo'yding? Bitta dori chiqaraman deb, u dorini biz joyda emas, bro, joyda emas. Joyda emas. Aptekadan sotib olsak ham bo'lardi-yu. Yo'q, men zo'rini chiqarmoqchi edim. Bo'ladi. Zo'rini chiqarmoqchi edim, deysan, o'xshamay qoldi. Sen o'zi qachon o'xshatishni bilgansan? Nimaki qilsang, hamma narsa o'zi xato chiqqan bor-ku senda. Klaus, endi men bu ahmoq jitelni nima qilamiz? Biz o'zimiz nima qilamiz? O'ldirib olaysan, baribir o'ldirmaysan. Men bilmadim, nima qilaman endi boshqa variant yo'q menda. Men bilaman. Xo'p, nima qilamiz hozir? Biz ham bunkerga qochamiz, bo'ldi. Qayerga qochasizlar? Yo'q, men hech tushunmadim. To'g'ri qochish kerak, to'g'ri aytdinglar. To'g'ri qochamiz. Yuring, biz ham ketdik deysiz. Qayerga qochasiz? Biz qishlog'i himoya qilishimiz kerak-ku. Bu yerda sizning uyingiz bor, meni uyim bor, jonajon. Nimaga? Bu ikkitadan tashqari bu yerda yana 23 ta jetelni uyi bor. Ular qochadi, biz ikkovimiz nimadir qilishimiz kerakmi? Yo'q, ketdim. To'xtang. Menda zo'r ideya bor. Agar qarang, bundoq qilamiz. Agar o'xshamasa o'lib ketaverasiz. Yo'q, lekin o'lmaysiz. Men 100% sizga garantiya beraman. Agar o'xshamasa shu uyim sizniki. Qarang, yuring mani uyimga, yuring. Kiring tez. Mashina yop, boshqa qishloqqa olasiz. Xo'p, qarang. Menda zo'r ideya bor. Bundoq qilsaychi. Hozir bizda 4 soat vaqt bor. Mayli, 3,5 soat deylik. 3,5 soat ichida biz qishloqni polniy devorlarga o'rab yo'q qilamiz. Yo'q, qanaqa yo'q qilish? Biz himoya qilishimiz kerak. Polniy devorlarga o'raymizda. Bo'ldi, zombilar kira olmaydi deb o'ylayman menimcha. Siz qaysi miya bilan qishloqda o'zi men bu uyingizni o'zi 3 qavatda qurib bo'lgansiz. Men o'zim 5 qavatda qilib bo'lganman. Qanday qishloqda o'rab chiqasiz? 3,5 soatda. Kulishim o'xshamay qoldi. Qarang. Menda hozir kompyuterda zo'r narsa bor. Bu narsa sizga yoqadi, baq keling-da. Qarang. VPN yoqib turasizmi? Da, qarab turing. Matga turing-da, to'g'riga turing. To'g'riga mashqga turing. Men biroq. Hop, mana. Shu yerga turing. Hop, mana. Hop. Hozir, to'xtang. Mani yo'q qilib, bunaqa mana kichkina bunaqa narsa yo'qmi? Ish qilibmi? Kerakmi o'zimga? Qo'rqmang. Yuguraman, masalashim kerak. Hozir. Bo'ldi. Nimadir o'zgarish sezdingizmi hozir? Ichingizda nimadirlar vij etmadimi? Hidni sezdingizmi siz? Hid keldimi burningizga?
Ana shu o'zgarish mana. Ha, aylanib boray bro. Bu unaqa emas, ko'chaga chiqing, qarang. Ha. Man ucha olaman. Ye. Atak siz ham ucha olasiz. Men bu Qanday bu bunday? narsani kompyuter orqali ikkalamizga ham berdim. Rostdan. Da, eng Ikkovimiz qizig'i- birimizga bultur jarqa ulanganmizmi? Da, eng qizig'i biz ham mana daraxtlarni borib o'rmondan chopib kelgandik, to'g'rimi? Ha. Endi prosta o'zingizni inventaringizni qarang, hamma narsa bor. To'xtang, qani to'xtang. Eng kerakli narsani topdim. Voy, Nima u? bro. Nima u? Qarang, o'yinchoq qo'ygan. O'yinchoq keling o'ynaymiz. Yo'taraq o'ting. Ana siz men bu temirman, keling. Voy, vertolyotdan bor ekan. Qarang, helikopter. Qarang, o'ting mana, basamiz. Mayli, Steve, men bo'laman. Ana temir odam bo'lasiz, mayli. Bu jam Ey. xafa bo'lib qolib. Olib tashlang mana bu narsalarni. Biz hozir devor qurishimiz kerak dedim. Oddiy o'yinchoqlarni olish kerak deganim yo'q. Endi berilgan. Hozir juda ham katta monsterlar keladi dedinglar, o'zinglar. Men bu yerda qutqarishimiz kerak endi. Shu sababdan- mayli, men shu o'yinchoqlarni qo'yib sababdan- kelib bu yoqqa. Baq keling. Xo'p, qarang. Devorlar necha qavat? 3 qavat qilsak bo'ladimi? 1, 2, 3. Mani uyim nechi qavat? 1 qavatmi? 1 qavat. Devorni 2 qavat qilsa yetadi. Buncha u vahima. 2 qavat. Yetadi, ikki devor. qavat. Xo'p. Yog'iga vaqt yana o'tib qolsa o'yinchoq o'ynaymiz-da, zo'ra. O'yinchoq boyagilar bilan. To'xtang, anu ikkita kerak emas. Chiqarib yuboring. Men undan pul olgandim. Yana tirik qolsa pulni so'raydi. Ichkari bu yoqqa qo'yaylik. Tushunarli. Qolib Mana ketsin. bo'ldi, mana men bitta o'p etamizda, qarang. Bundoq qilib turib, bam qilsam, Ana asfalt. Bu meni qishlog'imda-yu, asfalt meni qishloqda bor, lekin. da. Endi hozir biz mana shu devorni toshdan emas, temirdan qilishimiz kerak. Endi pastini tosh qilib chiqaramizda, qolgan joyini temir qilishimiz kerak lekin. Bu birinchi Da, qator to'g'ri. bo'lsa, to'xtang. 1, 2, 3 mana bundoq qilib qo'yayda. Adashib ketaman bo'lmasa. Belgilayman-da. Set 1, bam. Ko'ryapsizmi, bizda hali vaqt ko'p, yetadi. Ana. Manday. Da, o'yinchoq o'ynaymiz. Vahshiy zo'r bo'ldi lekin. No da. Xo'p, ketdik. Endi mana shu yerda ham yo'llar yetib turasiz. Bam. Aha, Tovuq. mana. Bo'ldi. Fundamenti bor. Yo'q, to'xtanglar. Mana u tarafga qarab. Puchi. Akarashgan mana. Akarashkalarim mana. Biroq bizda 3 soat vaqt qoldi, Klaus. Bo'ldi. Uzr, ovqatlanmadim-da ertalabdan endi. Bam. Endi men bu yerda ozgina yetmay qoldi, bu yoqni qo'lda to'ldirib yuboramiz. Mana devor daraxtlarni buzib tashlaymiz. Yetadi. Mana. Buncha zo'r bu. Ketdik endi u tarafiga. Men Mana. Endi bu tarafiga. sizga ishonaman bro, davay. Men ko'ngilib qoldim. Qolib ketdim ichkarida. O'ldingiz deb o'ylabman. Endi xursand, xafa bo'ladim. Ana ketdim men. Xo'p, qarang. Biz Men hozir atak kerak emas ekan mana. O'yinchoq o'ynab ishlaman bo'lar ekan boya. yo'q, keraksiz. Menga shunaqa ideya berib turing, bo'ldi. Voy. Tega qolib ketdi, aytmaysizmi? Tegidan zombilar o'tib ketadi-yu. Tega ham qilish kerak emas, qo'l bilan qilamizmi yoki pastni? Yo'q, hozir o'rgatman, bu yerda qilaman hozir. Set 1. Voy, buncha aqlli bola. Bu bola O'zbekistonga olib kelsa, O'zbekiston gullab yashnab ketardi. Bo'ldi. Короче, shunda hozir bizning qishloq полностью bunker bo'lib o'raldi, to'g'rimi? Hop, bitta ko'ramiz. Da, почти. Короче, Klaus aytgan narsalarni olib keldingizmi? Da, hammasini olib keldim почти. O'zi monsterlar ichkariga ham kirishni boshlabdi. Ana, sekin. Baqirmang. Sekin, buncha bo'lib baqirib boryapsiz. Ana yerda Baqirmasang, sekin. teshik. Men bilan oling mana. Sizga kerak bo'ladi hozir hammasi. Bo'ldi. Hozir Keyin, men o'zimni kiyimlarim ham borda, kiyib olay. Bo'ldi. Xo'p, menga hozir bu Kiyimlar bormi, beraymi yoki? Yo'q, bor. O'qlari. Qalqon bor, kerak bo'lsa mana. Yana 6 olma bor. Buni qilamiz, o'qi. Qalqon bormi? Yo'qmi?
Dori bormi? Dori beraymi? Yo, to'g'rilayapmi? Конечно. Yeb olamiz virusga qarshi. Da, ketdingmi? Uyda bizni ota-onamiz, xotinimiz kutyapti. Bizni o'lishga haqqimiz yo'q. Tayyormisiz? Albatta. Vatan uchun Ehtiyot bo'ling, ular ko'p bo'lishi mumkin. Da, sekin. Ichkariga kirib ketdi. Ana kelyapti. Yaxshi. Bitta. Faqat ovoz eshityapti. Bitta. Voy, men otishyapti, mana otishyapti. Bitta. Qarovda yo'l bor qolib ketdi-yu, bizga ham yoki. Tushibdi. Ham o'lgan narsalarni ham ana monster deb o'ylayapman, bor. Ham ko'pchilik juda ham ko'p. Qoching, men qarab turaman, qoching. Ketdi, orqamdan yuring. Orqaga chiqadi. Mana, men bu yerdaman. Keling. Boryapman. Короче, tayyor turing. Uxti. To'xtang, tayyor turing. Sekin. Monster. Qo'rqib o'tdim. Kechirasiz, bazuka. Uxti. Voy, mana vatdan kimdir yana Qoldimi? tayinli xod qilibdi, qarang. Qani. Mana bu yerda. Shu sababdan monsterlar ichkariga kirishni boshlashibdi. Da, shu yerdan kirayotgan ekanda. Anta yana bitta bor. Bular juda ham ko'p-ku. Вообще ko'p. Ularga yo'l ochamiz-da, o'zimiz kutib olamiz. Nima dedingiz? Okey, lekin yo'l juda ham ko'payib ketdi, har tarafdan kelishi mumkin. Xo'p, endi bir narsa qilamiz. Tayyor turing faqat. Mana. Voy. Mana bu yerda ko'p ekan monsterlar. Mana bu yerga qochib ketishdi. Ular o'zi qochishni boshlayapti. Baq keling. Orqadan bo'ldi. Qani. Uyi? Yana bir Juda ham qarin bo'lib ketdi yana. Orqadan kelib qolmasin, qarab turaman. Qarab turing. Bo'l, ketdik. Mashga chiqib ketishdi. Zo'rmay qochib ketishdi ular. Bo'ldimi shunda? Bo'ldimi? Shuncha vahima qilganimiz shunchami-da? Men aytdimmi sizga bir amallab babu qutqaramiz dedim-ku, to'g'rimi? Bu bo'lishi mumkin emas. Tugadimi? Tugadi. Mana shunga shuncha qishloqlar qochib ketib, uydan yo'qolib qolib, o'rmonlarni sal qarab ko'rish kerak. Balkim bekon olishgandir mashlarga. Da. Aytdim, mana bor ekan bu yerda. Voy, bekon olishganni. Yana bor menimcha, yana. Ko'p ekan. Voy. Voy, bo'ldi, qism ko'rmadim mana. Oh my goodness. Sizga hech narsa O'shada bu endi chiqayotgan ekan bular. bo'lmadi. Ko'paytirmaydimi ozgina, kayf qilardik. Bo'ldi, yetadi menimcha. To'ting, jitellarni bir chaqiraylikchi. Короче, Klaus, biza shundoqi bir amallab hammani yutdik, naryolarni polniy tozalab. Endi biza nima qilsak bo'ladi, bilasizmi? Bemalol jitellar chaqirsak bo'ladi. Bayram qilsak bo'ladi. Bayram qilamiz endi. Stop. Teaser. Nima? Orqaga qarang bitta. Nima bu? Qoching, bro. Ichkariga qoching. Qoch. Aytganim bunaqa bo'lsa mumkin emas. Qayerga boramiz? Kiring. Kelyapti u. Kelyapti. Короче, Klaus, endi biz hozir bu yerdan qandaydir qochishimiz kerak bu monsterdan.
Davay bundoq qilamiz hozir. Yo'q, vashqa qiyin. Men bu yerda Aha. yashamizda, nariyoqqa qochib ketamiz. No bolalar, hozirda sizlar tez like bosib, podpiska bo'lib qo'yishinglar kerak. Sababi buni videosini ko'rishinglar uchun davomini. Davomi короче keyingi qismda chiqadi. Biz hozir bir amallab bu yerdan qochib chiqishimiz kerak. Keyingi qismda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Klaus xayrlashib qo'ying. Xayr, bola ketdi, men o'laman. Bu yoqqa keling, chiqmang. Короче unda keyingi qismda ko'rishamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.